Dollar kursi yana pasaydi. Amerika valyutasining so'mga nisbatan kursi 20 so'm 18 tiyinga pasayib, 12.909,19 so'mni tashkil etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanaldan topasiz. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi yana pasaydi. Bu haqda Markaziy bank matbuot xizmati xabar berdi. Regulyator Amerika valyutasining rasmiy kursini 12.909,19 so'm etib belgiladi. Kun davomida kurs 20 so'm 18 tiyinga pasaydi. 13 fevral kuni dollarning rasmiy kursi yangi rekord darajani qayd etdi. Xususan, AQSh valyutasining rasmiy kursi bir kunda 14 so'm 88 tiyinga ko'tarilib, 13.395 so'mni tashkil etdi. Avvalroq Spot fevral oyida O'zbekistonda dollarning rasmiy kursini qanday o'zgargani haqida xabar bergandi. Dekabr oyida Spot tahlilchilari bilan 2024-yilda so'mning qadrsizlanishi sabablari, milliy valyuta mustahkamlanishidagi risklar va 2025-yilda almashuv kursiga ta'sir qiluvchi omillar haqida suhbatlashdi. Ekspertlar joriy yil yakuni bo'yicha dollar kursi 13.340,14 so'mni oralig'ida shakllanishini kutmoqda. Milliy valyuta oltinning sotilishi va o'sishiga jalb qilinadigan xorijiy kreditlar va investitsiyalarga, Markaziy bank siyosatiga, transchegaraviy o'tkazmalar hajmiga, import oshishiga hamda global iqtisodiyot holatiga bevosita bog'liq bo'ladi. 2024-yilda so'mning real samarali almashinuv kursi 5,9% ga mustahkamlandi. Markaziy bank joriy yilning ikkinchi yarmida almashuv kursi 5,9% ga mustahkamlandi. Markaziy bank joriy yilning ikkinchi yarmida almashuv kursi o'rta muddatli trend darajaga qaytishi kutmoqda.